Salom hammaga. Bugun biz sizlar bilan Nyutonning qonunlaridan birinchi qonunni ko'rib chiqamiz. Nyutonning birinchi qonunida nima deyiladi? Agar jismga hech qanday kuch ta'sir etmasa, u o'zini tinch holatini saqlaydi. Ya'ni F 0 bo'lsa, V teng konstanta. Bu Nyutonning birinchi qonunining asosiy formulasi. F bitta kuch, V tezlik. Tushunarli bo'lishi uchun misol ko'ramiz. Agar biron jismga hech qanday kuch ta'sir etmasa, F teng 0 bo'lsa, V teng, ya'ni uning tezligi o'sha o'zgarmas bo'lib qoladi, ya'ni konstanta. Yozib qo'yishim kerak edi. Ya'ni V teng konstanta bo'ladi, uning tezligi hech qanday o'zgarmaydi. Agar unga qanaqadir kuch ta'sir etsa, masalan, F teng 2 Nyuton kuch ta'sir etadigan bo'lsa, xuddi shu jism, ya'ni bitta dumaloq jismimiz bo'ladigan bo'lsa, u kuch ta'sir etgan joydan yo'nalishi bo'yicha qanaqadir V tezlik bilan harakatlanishi mumkin. Ya'ni siz hech qanday jismga ta'sir o'tkazmasangiz, u o'zini tinch holatini saqlab turadi. Nyutonning birinchi qonuni asosi shu.